Assalomu alaykum Tomorqachilik kanalining a'zolari, aziz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun xonadonimizga mana shunday Plaram xizmatini chaqirdik. Bular yetib keldi. Hozir mashinada tushirishib, hop ertalab xudo xolasa bular joylashtirib, bir 20 dan 30 dan ortiq teraklar bor. Teraklarni chiroyli qilib taxta holatda tilib beradigan ishlar bor. O'shalarni bajaradigan mana shu usta ukamiz keldi. Ism shariflaringizni aytib yuboring. To'xta, hozircha nima qilib qo'yib ketganlarni olib qo'yib, doladan ketdi. Voy maladi. Shopir aka sizga rahmat katta. Mana bu shopir Omon bo'ling. ketaveradi, Qirg'izistongacha bosadi. Hop, ism sharifingiz? Men Dilshodbek, Bo'jay qishlog'idan. Juda yaxshi. Bo'jay qishlog'i, Dilshodbek, Rishton rayoni. Bo'jay qishlog'i. Mana shu Ariqda bu tomon Rishton rayoni aytib qo'yay sizga. Hop, o'zingiznikidek xudo xolasa qilib berasiz uka. Ertaga videoni davomini xudo xolasa chiroyli qilib yoritamiz. Sog' omon bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Bugun mana 2025-yil 6-mart Ramazon oyining 6-kuni kunda turibmiz. Barchalaringizni bizni obunachilarimizni, mana shu bizni YouTube kanalimizda, Facebook ijtimoiy tarmoq kanallarida kuzatadigan barcha kuzatuvchilarni Ramazon oyi bilan, Ramazon bayrami bilan tabriklayman. Hammalaringizni tutayotgan ro'zalarimizni Alloh qabul qilsin. Mana bugun mana shu tomorqada yetishtirilgan teraklarni lentasi bilan to'g'ridan-to'g'ri mana shu yerga terakni yoniga olib kelib tilib beraman degan ukamiz Dilshodjon bilan hozir birgalikda ishni boshlash arafasida turibmiz. Mana shu atrofda juda ko'p kerak tiladigan planramachilar bilan ham gaplashdim. Eng menga ma'qul keladigani mana shu ukamiz bo'ldi. Bu o'sha telefon orqali telefonni topib, telefon orqali gaplashganimda birinchi gap shunday bo'ldiki, men teragingizni oldiga borib tilib beraman, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar dedi. Juda ham yoqib ketdi menga. Nimagaki bu bahaybat teraklarni 8 ta 10 ta odam ko'tarib, u uzoqqa hovliga olib chiqish juda ham murakkab, qiyin. Shuning uchun mana shu menga ma'qul kelib qoldi. Mana shu ishlarni hozir olib borish ustida turibmiz. Dilshodjon, nima deysiz? Mana shu qilayotgan ishlarimiz chiroyli, yaxshi chiqadimi? Xudo xolasa, juda yaxshi chiqadi, zo'r chiqadi. Xo'p. Demak, mana shu ish bo'yicha siz mutaxassissiz. Mana shuni anchadan beri, 5-6 yildan beri. 5-6 yildan beri shu nonni yeb yuribsiz. Shunaqami? Xo'p, demak, bu yerda hech qanday hozir kamchilik, birorta bir muammo yo'qmi? Yo'q, hamma yo'q joyida. Hammasi joyida. Juda ham tekis holatda o'rnatdi hozir apparatlarda. Xo'p, Dilshodjonga mana shu qilayotgan ishlariga, umriga, rizqiga Alloh baraka bersin, haloldan bersin. Mana shu xalq xizmatida uzoq yillar doimiy xizmat qilib yurishlikni Alloh nasib qilsin, iloyim. Plaramani montaj ishlari olib borilmoqda. Mana shu to'g'ri liniyaga qo'yib, tekis shayton bilan lazerni balansirovkasini to'g'rilab olar ekanda, keyin mana shu tiladigan apparat bilan sekin ishni olib borar ekan. Mana shu teraklarda mana shu yerda 30 ta terak bor. 30 ta terak terish bugun tilishimiz kerak. Strapel, to'sinlar. Mana shu bitta Dilshodjon usta bilan birgalikda mana shu 4 kishi mana shu yerda teraklardan hammasini tilamiz, xudo xolasa. Ustakalar, qolmanglar, charchamanglar. Hozir montaj ishlari olib borilmoqda. Sinov qay darajada bu tekis joylashgan. Bu o'sha taxta tilganda juda ham ta'sir qiladi. Qalinligini, uni o'sha baland pastligi albatta taxtaga ta'sir qiladi tilishdi. Shuning uchun usta nozikligi bilan, zukkoligi bilan mana o'z ishini olib bormoqda. Mana shunday, ana
Balon tegmayaptimi yerga? Balon tegmayaptimi? Rost mana yaxshilab shaytonga to'g'rilab chiroyli qilib qo'ysangiz, Xudo xolasa ishimiz chiroyli bo'ladi, unumli bo'ladi. Mana shunday bahaybat teraklarni bir necha kishi 6 ta, 8 ta, 10 ta odam ham ko'tara olmaydigan bahaybat katta teraklarim bor. Shuning uchun bu ustaga to'g'ridan to'g'ri shuna teraklarni kesilgan joyiga kelib tilib beraman deb aytdi. Shuning uchun mana shu ishlarni boshlab yubordik. Bu yoqqa borib bir necha marta tekshirib buni o'sha pastlarini qatirib g'isht ustida mana shunday hop sinov ishlarini olib borish kerak, ha? Dilshodjon, nima deysiz? Siz mutaxassissiz, endi sizga barcha mana shu ishlarga ishonamiz. Mana shu holatda chiroyli qilib biz ishimizni bajarib bersangiz, uka. Inshaalloh bu yaxshi kunlarga yaxshi materiallar chiqsa, qo'y ferma qilmoqchiman. Chiroyli qo'y ferma quramiz, uni ham obzorini albatta yoritib boramiz. Kendiga o'tirib qolmadi o'zi. Mana terakni shpal holatda qilinyapti hozir. Qalilligi 14,5, 14 dan oshiq. Hop, 5 sm ga 14 sm. Buni straplam qilish mumkin. To'son qilish mumkin. Qisqa masofalarga to'son qilsa juda ham chiroyli va yaxshi mustahkam bo'ladi. Terakni o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Toshkentning Zangata tumani Toshkent Samarqand betonkasida Yong'oq degan mahalla bor. Betonkaning yoqasida 15 yil terak ko'chat sotdim. Har xil mevali daraxt ko'chatlar sotdim. O'sha yerda biz mana shu ko'pchilik fermerlar, tomorqa yer egalari juda ko'pchiligi mendan terak ko'chatlarni sotib oldi va yetib yillar mobaynida daromad ko'rdi. Shunda o'sha katta daromad ko'rganlar to'xtab, men ko'chat sotayotgan paytimda to'xtab, aka katta rahmat, sizdan ko'chat olgan edim. Mana sotdim. Mana shu mashinani sotib oldim. Mana 4,5. Mana shu mashinani, mana shu terakni pullariga sotib oldim. 10 minglab, 25 minglab terak ko'chatlar sotganman. Shuning uchun barcha mana shu bo'sh yerlarga, bo'sh turgan yerlarga mana shu terak ko'chatlarni ekib parvarish qilish kerak. Mana hozir bir me'yorga tushib oldi. Qalilligi 5-6 sm.
Balandligi 1.14 oshib. Mana. Mana bu yaxshi trapil, yaxshi hop, hayvon to'sini ham qilish mumkin bo'ladi. Qisqa joylarga qisib qo'ysa bo'ladi. Mana hozir mana chiroyli bo'lib. Mashina 2 ga bo'lib yuborarsan. 2 ga. O'rtadan olarsan. Ro'zg'or. Anaqa kiyapti-ku. To'g'ri. Dilshodjon usta. Dilshodjon usta, juda ham chiroyli chiqyapti ishingiz. Omad. Qani? Nomzod bo'lsin. Bittani oldim. Bu ham chiroyli ish bo'lyapti. Nima suv quyish kerakmi o'zi? Xursandman. Kerakmi? Arra qiziydi-da, ishqalanish kuchayadi. Ishqalanish bor. Zo'r. Nihoyatda. Ajoyib. Motori ham kuchli ekan, ha, Dilshodjon? Ha, motor vayni zujda. Voy, malades, zo'r. Hozir mana urug'ini yaxshi turibdimi? Cho'kkan joylari yo'qmi? Ha, yaxshi. Hozircha o'sha taxtani chiqishiga qaraganda juda ham yaxshi, qalinligi ham bir xil chiqyapti-da. Hop, navbatdagisi endi anavini olamizmi quriganda? Yo'q, qurganda yomonlik bo'lib olishimiz. O'sha bitta chaqnab yuboraymi? Ha? Bitta chaqlaymi? Mayli, sen o'ynatyapsiz. O'ynatyapti-da, bu o'sha Narigilarchi qanaqa? Tez o'tkazib ikkinchi qolsa yuboryapsiz. yo bo'lmasa nima? Putoqda sekin. Ulardan nazorat qilyapsiz-da, yangida bu. Yangi qo'ydim-da buni. Shuni chaqlaysizmi? Ha, bitta chaqlab yuboradi. Yo, uni chaqqa qo'yib qo'ying-da, narigilar bitta ikkita qilib turaman. Bo'lmasa bunda yo'qotib yuboramiz. Hozir 15 minutda bo'ladi, tez bo'ladi. Minut aylansa bo'ldi. Просто o'ynatyapti-da, kerak ikkinchi hosilni endi. Yechim. Mayli. O'zingiz bilasiz, usta. Malades, usta. Achgandami? O, yorilmagan ham, ha? Zo'r ekan tilolmadingiz. Ha, Zo'r ekan u. yo'q, qonni ko'tarib yubordi-da, men. Yo, Resga tegmay qoldi. Ha. Bas. Bunu olacak ya. Kıymetsiz kalacak. 5 ga. 5 ga. Tugunadi hozir. 15. 15 ga 5. Buyog'i 5 bo'ladi. Mana 10 aka. 10 aka. Murodjon? Ikkita chiqadi, 5. Ikkita chiqadi, ha. Hojibon asos yo'qmi? Borda nasos. Ha, karburatorda. Katta nasos bor. Hozir olib chiqib olib kelaman. Nima deysiz aka?
Like bosib o'ynashayotgan nihoyatda zo'r tushyapti. Voy yaşang Shuhrat usta. Bu Zo'yda rayonining eng ko'zga ko'ringan zo'r ustalaridan biri. Lepe ish qiladi, Santayniki, Evra remont, tom yopish, bitta kartonlar, panera, sumkalarda bilmagan ishi yo'q. Eng ustozoda ustalarimizda. Xudoyim umri uzoq bo'lsin. Beşik oladimi? Beşik oladimi endi? Qani 5. Ularning xizmati. Ana. Eng zo'r obraznoy taxti. Ha, juda zo'r chiqyapti. Qo'lingiz dard ko'rmasin usta aka. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Ag'daramiz endi. Ag'daramiz. 180 gradus aylantiramiz. Mana. Mana Shuhratjon. Xotirmaymiz bo'ldi. Mana shu sirki ham ichida. Chiroq chiqyapti. Ko'p, tomonga. O'rtamoq yerga. Hozir shu tomonni bosaveramiz. Shu tomonni. Hop, men bittadan o'raman. Adamlar nimaga uriladi? Aha. Uramani ko'ydi. Ha. Har ko'tarib urillar ekanda. Tagiga ursa qulog'ini ushlamaydi, ularga shaqi. Hop.
Yo ag'daramiz Murodjon. Ha, olasizmi? Şurası şey yaptı. Yes, Akbot. Isrofgarchilik bo'lmayapti. Har bir joyidan ular nihoyatda bir o'zlarini ishiga mutaxassis ustolar ekan. Juda chiroyli qilishyapti mana. Qoyilman. Mana shu Dilshodjonni telefon raqamini videoni ostiga qo'yib qo'yamiz. Kimga xizmat kerak bo'lsa, Murodjon, Ishlar rayoniga xizmat qilasiz-a? Bo'da rayoni, Bo'da tumani, Bag'dod tumani va Rishton tumaniga. Ishlar rayoniga zakaz bo'lsa qabul qilaverasizmi? Oltariqqacha. Xo'p, yashang. Yashang. Yashang, yashang. Ag'daramizmi? Ag'daramiz. Bo'ladi, qaytarasiz. Bo'ldi. Bitta 5 oladimi Shuhratjon? Uchta chiqadi. Hozir bitta oladi, yana bitta olsa, bitta bo'ladi. Yashang Shuhratjon usta. Mana buni 2 ga oladi, 2 ga ketadi. O'shanda yashang. Mana tilingan yog'ochlar. Xo'p, razmer qanaqa chiqdi? Nima? Razmerlar 5 Murodjon, nechiga? 5 ga 14. Ha, 5 ga 14 ekan. Sizga uni katta kallari xo'p 14 ga 10. Ha, shpallari, ha? Ha, bo'yichi bo'yi. Bo'yi har xil 4,5 metr, 4 metrdan 5 metrgacha. 5 metrgacha ana nima? 2 metrliklari ham bor. Ha, mana bular. Razmeriga qarab, holatiga qarab chiqarildi. Ha. Bu asosan o'g'il to'sin, nima bo'ladi? Strapl bo'ladi. Yaxshi, juda chiroyli chiqaramiz, xudo xolasa.
80 ga yaqin, 100 ga yaqin bo'lib qolar ekanda, Murodjon. Ha? 100 ga yaqin bo'lib qolar ekan. Ishdagi o'z qatanini sanamiz. Ha, 80 taga bordi. Ha, Shuhratjon usta, hormang endi. Salom bo'ling. Mana shu qismalarga adashmoqlar. Qismaga adashmoq, yerdan o'tib. Nimani? Qismaga adashmoqlar, qismaga. Ha. Qo'shinni belini to'g'ri tutaga qiladi. Juda yaxshi. Qo'shinni beli tepada bo'ladimi? Vassa da. Zo'r vassa, o'shaqa tashori. Ana shu vassa bo'ladi. Ularni tomni tepasiga qo'yib yuboramiz. To'sinni ustidan qo'ysak, lombas qilganda o'sha pena lombas pastga tushib qolmaydi ekan. Mana hozir 5 santimetrga yana o'zgaradi. Hop. Ag'daramiz. Bu yoq tarafini ag'darib, notekis joylarini olingandan keyin to'rtburchak 14 ga 6-5 razmerda yanatiladi. Kerak, doim kerak. Kerak ekib qo'ysang, zarar qilmas ekansan-da. Mana to'g'rilasa materiallar chiqyapti. 1 metr reka 5 mingdan 7 minggacha. 7 minglab metr reka chiqdi. Reka qilsam bo'ladi, bemalol. Sonor bor, kichkina sonor qildirib bemalol reka chiqarsak bo'ladi. Shipirda tagiga reka kerak bo'ladi. Patologlarga Qisqa karton orqalariga anaqa turgan operatsiya orqasiga sho'rnay qilib qo'yib yuborilaveradi. Sho'rniga ham ancha reka ketar ekan. Barakali material chiqyapti mana, xudo xolasa. Mashlarni hammasini bitta o'tkazib obraznoy qilib, bu yana bor ikkita katta arsangdan ularni ham chiqarsak
hovliga olib borib qo'ydik. Juda katta yog'och. Juda katta kuba yog'och chiqdi. Tayyor bo'ldi. Rahmat, xursandman hamma mana shu to'g'onlardan. O'z ishini ustasi ekan. Bo'yd rayoni, Bag'dod rayoni, Rishton rayoni, Oltariq, to'rtta rayonda kimda teraktirish ishlari bo'lsa, mana shu Dilshodjonni bemalol chaqirsalaring, telefon raqamini videoni ostiga qo'yib qo'yaman. Chaqirsalaring afsuslanmaysizlar ekan. Mehnatkash, ishni ko'zini biladigan, o'zini ishini ustasi, ajoyib yigit ekan. Juda chiroyli qilib mana tilib beradi. Mana qaranglar, obraznoy. Juda ham chiroyli materiallarni qilib beradi. Aytganingizni qilib beradi. Ham arzon. Atrofdagi programmachilarga nisbatan ancha arzon. Juda ko'p ishlarni, qilingan ishlarni o'tib beraman deb aytayapti. Orqaga, ha. Mehnatkash, yaxshi bola ekan. Iloyim, sog' bo'ling. Saka. To'rtta rayon aholisiga murojaat qilyapman. Kimda kerak bo'ladigan bo'lsa, sizni telefon raqamingizni videoni ostiga yozib qo'yaman. Maylimi? Bo'ldi. O'shalar telefon qiladi, borib baholi qudrat xizmatini qilib beradi. Arzongina qilib, tushunarlimi? Sog' omon bo'ling.